Instruktor avtoshkolada yangi yilning bombasi mana rezultatini qichqirib kam qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Manlarni qo'rqib duxu berish kerak bo'lsa, kam saniki qalay bo'ldi? Bittada bitta faqat qo'rquv bo'lmasligi kerak. Ishoninglar, o'zlaringizga ishoninglar, instruktor avtoshkolaga kelinglar, tanlovda adashmanglar. Adashish kerak emas. Yo'q, yolg'on yo'q bu. Yolg'on yo'q. 1 soatlik Keyin instruktor Tardiyni to'g'ri tanlov. Adashmanglar, xato qilmanglar, to'g'ri mashaqqa yuzlantiramiz. Natija 100% dan 100. Adashmanglar, yo'q. Hammalarni kutib qolamiz instruktor. To'g'ri tanlov, qolgan natijalar videoni oxirida. Kuzatishda davom etinglar. Qashqadaryodan kelgandek Yoqub aka oldiga 1 soat tayyorlanib, testdan o'tib keldik Vajdeniyadan. Hammaga kelib tayyorlanishiga maslahat beraman. Bugun oxirgi kun edi, hammasi yaxshi bo'ldi. Bittada o'tdinglar. Bittada o'tdim. Bu hurmatli kuzatuvchilar bu $2000 ga aldangan bola. Mana shu sertifikatni olib beramiz degan. Unaqa yolg'on, pisti fasod gaplarga ishonmanglar. Eng to'g'ri tanlov instruktor avtoshkola. Bu videoni kimga jo'natib yuboramiz? Qashqadaryoga boramiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. O'quvchilar instruktor avtoshkolada natija boshlanishi bugungi xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Keyingi natijalarni story va postada kuzatishda davom etinglar. Instruktor avtoshkola. Bugungi natijalar mana instruktor avtoshkolada. Mana sinimiz kirib banglatishibdi. Qalay bo'ldi sinim? Normalniy bo'ldimi? Qiynmas ekan? Yo'q. Aşağısı. Instruktor avtoshkola to'g'ri tanlov. Bittada kirib banglatishibdi. Natijalarni yana jizimizda. Qalay bo'ldi uka? Yoqub aka cho'tki hammasi. Rahmat, zo'r. Bokaga yomon qo'ysa lekin. Rahmat aka, xudo xolasa. Boka zo'r. Instruktor avtoshkola to'g'ri tanlov. Mana bittada banglatishibdi ukan. Qiynmas ekan? Yo'q aka, cho'tki hammasi. Olim aka kelinglar. Mana shu bolalar hammasini tayyorlab, normalniy bo'luvdi ukam. Chotki. Xudo xolasa aka, zo'r rahmat. Buniga ham mana chotki bo'luvdi. Hammasi Ukam zo'r. tabriklayman. Rahmat aka. Yo'llarda ehtiyot bo'lib yurgan. Bo'ladi. Charchamang. Rahmat.